ishoning, shunaqangi sog'inasiz manzil. Shunaqangi shu joylarni sog'inasiz, qaytib kelish qiyin. Oxirgi so'nggisi bo'lishi mumkin. Bu kecha sizlarni eng azobli kecha edi. Madina Munavvaradagi eng qiyin kecha siz ertaga ketadigan kecha. Chiqmang Nabaviyda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan gaplashib, salovatda aytib o'tiring. Zero bu kun qaytmasligi mumkin. Zero Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga qo'shni bo'lib qolish yer yuzida 99% musulmonni orzusi. Bu amalni Allohim sizga nasib qildimi? Qadriga inshaalloh Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tanigan musulmon aynan shu ish